Iman quruvchi kompaniyasi menga juda ham yoqishini asosiy sababi bu proyektni o'zida, loyihani o'zida bir shaharcha yaratib qo'yishadi-da. Kattalar uchun ham, yosh bolalar uchun ham barcha qulayliklar hammasi binoning ichida mavjud bo'ladi. Hozir sizlarga one bedroom, ya'ni o'zimiz tilda aytganda 2 xonalik uyni ko'rsataman. Kirganimizda birinchi o'rinda smart lock bo'ladi. Telefoningizdan boshqarsangiz bo'ladi. Mehmonlar uchun sanusiy. Bu tomonimizda oshxona. Oshxonani ham xuddi shu ko'rinishda qabul qilib olasiz. Barcha jihozlari Germaniyaning TK kompaniyasidan keltirilgan bo'ladi. Mana bu yerda hojatxonadan keyin kir yuvish uchun mashina ham mavjud. Zalimiz studiya formatida berilgan, ya'ni oshxona ham shuning ichida. Zaldan ham, spalniyadan ham balkon bo'ladi. Balkonga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda spalniyamiz ham shinam keng va o'zini sanuzeliga ega. Xohlasangiz dush, xohlasangiz vanna, ikkitasi ham mavjud. Juda ham chiroyli proyekt. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. To'lov planlari ham oson, ya'ni siz hamma pulni oldindan to'lamaysiz, boshlang'ich to'lov bilan boshlab 2,5 yil, 3 yil davomida bu qolgan summani to'lab borsangiz bo'ladi. Qo'shimcha savollar bo'lsa, aloqaga chiqing va barcha ma'lumotlarni men sizga jo'nataman.